Walt Disney kompaniyasi o'tgan yilning 20-dekabr kuni Mufasa, Qirol Sher nomli musiqiy dramani keng ommaga taqdim qildi. Ushbu film fotorealistik animatsiyaga ega bo'lib, 1994-yilda chiqqan. Shu nomdagi filmning remeyki bo'lgan Qirol Sher filmining voqealar xronologiyasi bo'yicha oldingi media mahsulot sifatida keyingi qismi hisoblanadi. Bu safargi ijodiy ishda o'sha mashhur jumla "Quyosh nuri tushgan hamma joy biznikidir" iborasi muallifi hisoblangan Qirol Mufasa asosiy qahramondir. Quyosh sholasi tushgan joy borki, hammasi bizning mulkimiz. O'z ijodkorlariga Oskar olib kelgan 94-yilgi loyiha butun dunyoda ommalashgandi va 2019-yilda qayta ishga tushirishga urinilgan. Kompyuter grafikasidan foydalangan holda remake'ni rejissyor Jon Favor taqdim etgan. Gapiradigan va qo'shiq aytadigan real hayvonlarni yaratish hammaning didiga ham mos kelmadi. Tomoshabinlarning fikrlari ikkiga bo'lindi, ammo bu filmning jahon prokatida 1 milliard 600 million dollar ishlab topishiga to'sqinlik qilgani yo'q. Milliard dollardan ko'proq foyda olib keladigan loyiha esa biznes nuqtai nazaridan albatta davom ettiriladi. Film yaqinda vafot etgan James Earl Jonesga bag'ishlangan bo'lib, u asl filmda Mufasaga ovoz bergan. Multfilmning ochilishida aynan uning arxivlashgan ovozidan foydalanishdi. 2017-yilgi Oskar marosimida mukofotni La La Land filmining shundoqqina og'zidan tortib olgan va o'z muxlislarini melanxolik kinolarga o'rgatib qo'ygan rejissyor Barry Jenkins bu galgi ijodiy asar uchun hissiy yondashuvni tanladi. Keng miqyosli janglar o'rniga bizga qahramonning rivojlanish yo'lidagi shaxsiy hikoyasi ko'rsatildi. Bu yerda uning yosh shahzoda Taka, ya'ni bo'lajak Scar bilan munosabatlari birinchi planga chiqadi. Umuman olganda ularning munosabatlari filmning eng qiziqarli qismi bo'lib, kelajakdagi fojia sabablarini ochib beradi. Ssenariy muallifi Jeff Nathanson hikoya doirasini rivoyatsimon ertak uslubida yasagan. Simbaning kichkina qizi Kiara bobosining ulg'ayishi va birinchi yutuqlar haqida ushbu ertak orqali bilib oladi. Hikoyani so'zlash vaqti keldi. Bu sendan ozgina kattaroq sher bolasining afsonasi. Aniqroq ayta olasizmi, biz hikoyada yo'qmiz? Afsonaga aylanishdan ancha avval Mufasa va bizga Shram nomi bilan mashhur shahzoda og'a-ini bo'lishibdi. Salom, isming nima? Mufasa. Braylin va Brian Rankinslar Mufasaning bolaligiga ovoz bergan bo'lsa, Arion Pierre katta Mufasani jonlantirgan. Theo Samolo Tuckerga ovoz bergan. Scarga aylangan variantga Kelvin Harrison. Ovozlashtirish ishlarida boshqa ko'plab ijodkorlar bor. Biz asosiy obrazlarni sanadik xolos. 118 daqiqani o'z ichiga qamrab olgan film ijodkorlari uchun 200 million dollarga tushdi va prokatdan hozircha 672 million dollarga yaqin foyda olib keldi. Quyosh shu'lasi tushgan joy borki, hammasi bizning mulkimiz. Rostdan-a? Hammasimi? 2019-yilgi remake bilan solishtirsak juda quvonarli raqamlar emas, ammo topilgan foydani ham kam deb bo'lmaydi. O'zi Qirol Sher franshizasi kompaniyaga doim foyda olib kelgan. 1994-yilda chiqqan dastlabki multfilmda dramatik hikoya va esda qolarli saundtrek butun dunyoda ommalashgandi. Oskar mukofotini olib keldi. Keyin esa 1998-yilda ikkinchi qism, 2004-yilda uchinchi qism chiqdi. Operator James Lackson yangi asarda biror lahza zerikishingizga yo'l qo'ymaydi. Uni kutilmagan rakurslari va noodatiy kadrlari asar boshidan oxirigacha yuqori dinamikani saqlab turadi. Mualliflarning qo'shimcha qilishicha, bu loyihada ikkita o'zaro noteng sherni qarama-qarshi qo'yish orqali dramatik chiziq hosil qilishga urinilgan. Biri tan olingan potensial to'daboshi, ikkinchisi har doim soyada qolib ketgan begona va yetim. To'daboshi o'g'lining asl ismi Taka va u biz doim Qirol Sher asarida yomon ko'rib kelganimiz Mufasaning tutingan inisi va bo'lajak antagonist Scarga aylanadi. Shu joyda qo'shimcha qilish kerak. Scar ismini u chap ko'zdagi chandiq tufayli oladi. Scar so'zi ham ingliz tilidan tarjima qilinganda chandiq degan ma'noni bildiradi. Personajlarga ism tanlayotganda ijodkorlar Afrika dialektlarini hisobga olishgan. Masalan, Simba sher degani, Rafiki do'st, Pumba oddiy, Banzai bekinish, Shenzi beo'xshov deb tarjima qilinadi. Mufasa esa Keniya inglizlar tomonidan mustamlaka qilinishidan oldin yashagan oxirgi shohning ismidir.
Multfilm Mufasaning tarjimai holi bilan emas, balki uning o'g'li Simbaning oilasi namoyishi bilan boshlandi. Savannaning yangi qiroli va uning rafiqasi Nala yana farzand ko'rish arafasida. Shu sababli xotin kutilmaganda qizi Kiara uchun uyni tark etib, sher bolasini hammaning sevimlisi Timon va Pumba qarmog'ida qoldirib ketishadi. Shu bilan u yerga oilaning eski do'sti va Simbaning ustozi Rafiki tashrif buyuradi. Aynan u yosh sherga mashhur bobosi Mufasaning hikoyasini aytib beradi. Mana shu daqiqadan boshlab Jenkinsning deyarli 2 soatlik filmi asosiy harakatga o'tadi. Unda bir nechta kutilmagan hodisalar tomoshabinni hayratga soladi. Ko'rinishidan kichkina sher bolasi o'zining tinch va osuda hayotini o'tkazayotganga o'xshaydi va oldinda hech qanday qiyinchilik yo'q. Ammo bir kuni suv toshqini bo'lib, uning otasi vafot etadi va yosh qahramonning o'zi bo'ronli suvlar oqimida uzoq joylarga oqib ketadi. Aynan shu voqeadan so'ng Savannaning bo'lajak qiroli Afrika kengliklaridagi yana bir qirollik tarmog'ining haqiqiy vakili Taka ismli shahzoda bilan uchrashadi. Yosh Mufasaning hayotida hammasi nisbatan yaxshi bo'lganga o'xshaydi. Takaning otasi Obasi uni xushlamasa ham, Takaning onasi uning yonini oladi va shu tariqa u bo'lajak taxt vorisi Taka bilan og'ayni tutiladi. Salom, isming nima? Mufasa. Meni kut demaganmidim. Tashlab ketolmaymiz-ku. Qonun hammaga barobar. Tako, qirol hech qachon daydini qabul qilmaydi. Men daydi emasman. Shunchaki adashib qoldim. Bizni to'dada begonalarga o'rin yo'q. Tako bo'lajak qirol, unga raqobatchini keragi yo'q. Dada, men uni qutqardim. Afsuski, ko'p o'tmay qahramonimiz yana qiyinchiliklarga duch keladi. Shoh hududiga xavfli oq sher Kiros boshchiligidagi to'da tahdid soladi. U Takaning otasini o'ldiradi. Shundan so'ng Mufasa va Taka birgalikda qochishga majbur bo'lishadi. Oldinda qahramonlarni uzoq safar kutmoqda. Unda ularning har biri o'ziga xos fe'l-atvorini namoyish etadi va qirol sherni kamida bir marta tomosha qilgan har qanday tomoshabin o'z o'rgangan ma'lum bir xarizmatik harakatlarini guvohi bo'ladi. Dono va aqlli shaman Rafiki ertak aytaveradi, ikki quvnov do'st Pumba va Surikat Timon odatdagidek jiddiylashayotgan dramani kayfiyatini me'yorlashtirish uchun o'zlarining hazil dialoglari bilan tempni ushlab turishadi. Dramada Obasi va Taka misolida faqat ota tarbiyasining o'zi yetarli emasligiga ishora bor. Hatto otaning to'daboshi rahbar bo'lsa ham, Mufasa va uning tutingan onasi misolida esa ona tarbiyasi anchagina adolatli va qo'rqoq bo'lmagan xarakterni shakllantirish haqida uqtirmoqchi bo'ladi. Film voqealar jarayonida qahramonlarimiz qochib borganlari sari yo'l filmiga aylanib boradi. Yo'l-yo'lakay sayohatchilar jamoasiga yangi a'zolar qo'shiladi. Ulardan biri Sarabi, bo'lajak qirolicha va aka-uka o'rtasida adovatni uyg'onishiga sabab bo'luvchi urg'ochi sher. Aynan uning asarga qo'shilishi Qirol sher franshizasida Scar va Mufasa orasidagi distopik munosabatlar sevgi uchburchagi sababi yuzaga kelganini ochiqlab beradi. Eng katta sabab albatta bu emas, lekin katta sabablardan biri Scarning Sarabini yoqtirishidir. Shuningdek, bu qismda Rafikining ruhoniy tabiat xarakteri sabab o'z to'dasidan haydalish haqidagi mini hikoya ham bor. U ham o'z oilasidan ajralgach, to'da a'zosiga aylanadi. Yo'lda yana bu jamoaga Zazu ham kelib qo'shiladi. Biroq uning hikoyasi yetarlicha ochiqlanmagan. Mana shu shaklda turli xil hayvonlar afsonaviy jannatga o'xshash joyini topish umidida xalqimizga mosroq uslubda tushuntirsak, xuddi Susanbalni izlayotgan ertak qahramonlari kabi bir maqsad yo'lida birlashishadi. Ularni ta'qib qilayotgan albinasimon sherlar to'dasidan qochib, bir-birlariga yordam berishadi. Milili deb ataluvchi mistik yurtni izlab ketayotgan tarkibni absolyut monarx Kiros o'z o'g'lining qotili deb ko'rayotgani Mufasani o'ldirish uchun mutassil ta'qib qiladi. Loyiha vizual nuqtai nazaridan mukammal. Yangi multfilm 2019-yilga remake'ning barcha kamchiliklarini tuzatishga harakat qildi. 2019-yilgi qismda ko'plab kuzatuvchilar qahramonlarda hissiyot mavjud emasligini ta'kidlashgandi. Bu safar bunday ayblovlarni izlashga hojat yo'q. Jonlilikka hayvonlarning harakati va ularning anatomik jihatdan to'g'ri nisbatlarini ajoyib tarzda ishlab chiqish tufayli erishiladi. Mufasa filmida animatorlar yuz ifodalari ustida ishlashga harakat qilishdi va endi qahramonlarga tomoshabin sifatida hamdard bo'lish ancha osonlashdi. Bir go'zallik haqida gapirar ekanmiz. Film fotorealistik grafikasi bilan alohida hayratga soladi. Siz National Geographic'ni tomosha qilayotgandek tuyulasiz, lekin musical dramasi bilan har bir soch, har bir manzara hayratlanarli darajada detallargacha chizilgan. Arslonlar, antilopalar va boshqa hayvonlarning ko'rinishi va yuz ifodalari ijobiy ma'noda ajoyib ijodiy aksessuarga aylana olgan. Mufasa Qirol sher filmi umumiy hikoyaning doirasini kengaytirishga qaratilgan film bo'lib, tomoshabinlarga sevimli qahramonlarimizning o'tmishiga qarashni taklif qiladi.
Film ta'sirchan vizual effektlar, yangi musiqa va yaxshigina hissiy syujetni birlashtiradi. Bu qismda tomoshabinlarning yoqimtoyiga aylangan obraz bor. Ha, bu Kiara. Kadrdagi tashqi ko'rinishi bilan yuraklarni o'g'irlaydigan maftunkor, ko'k ko'zli urg'ochi sher. Achinarlisi shundaki, unga bu qismda ko'p vaqt ajratilmagan. Uning mimikalari va nigohlari ko'pchilikni o'ziga maftun eta oldi. Shuningdek, bizga Timon va Pumba komik dueti voqealar zanjirida lirik chekinish lahzalari uchun qo'shilgandek tuyuldi. Bu qadrdon tandem bor kuchi bilan 4-devorni buzadi. Kuladi, parfyumeriya va musiqiy kabi mutlaqo zamonaviy so'zlarni ishlatadi. Mana shu jihat uchun ijodkorlarga alohida respekt. Seni qarayu, gapni ham olasan-da. Qo'lda chizilgan animatsiya giperreal kompyuter animatsiyaga almashganidan so'ng ijodkorlarda yangi muammo paydo bo'lgan. Odatiy multfilmlarda mimika va ifodalar ko'z va tish orqali bildiriladi. Fotorealistik uslubda esa she'rlar kula olmaydi. Bu degani ijodkorlar animatsiya sohasida yangilik paydo qilishdi. Biz endi yuz ifodalarini hayotdagi kabi uslubda ko'rinishga o'rganishimiz kerak. Mimikalarni bo'rttirish orqali joziba berish endi modda emas. Bunga misol ham aynan Mufasa filmidir. Film uchun Lin-Manuel Miranda qo'shiqlar yozgan. Siz bu ijodkorni Moana va Encanto multfilmlariga yozgan asarlari orqali taniysiz. Shu joyda bir narsani tan olishimiz kerak. Mirandaning asarlari franshizadagi eski qo'shiqlarga bo'lgan hurmatimizni oshirib yubordi. Hakuna Matata yanada abadiylashdi. Bu safargi treklar audio aksessuarlardan u yog'iga da'vo qila olmasa kerak. Filmni tomosha qilib, Jenkins Disneyga sotilmagan. Aksincha, studiya uning asl multfilmni hurmat qiladigan qarashlarini sotib olganini anglash mumkin. Rejissyorning maxsus taqdimoti bilan hatto Skarni ham hayotiy haqiqatini tushunsa bo'ladi. Prequelda ko'pchilikni diqqatini tortgan narsa bu dramada qorli sahnalar mavjudligi. Voqealar Afrikada bo'lib o'tyapti va siz qirol sher qorni ko'ryapsiz. Bir qarashda paradoks, lekin bu Kilimanjaro bo'lishi ham mumkin degan mavhum xulosa hayratimizni ozgina pasaytiradi. Bu asar yosh tomoshabinlarga oddiy, ammo muhim narsalar haqida qayta-qayta gapirishga urinadi. Do'stlikni qanday qadrlash, sevgiga ishonish, yaqiningizga yordam berish, omon qolish va yovuzlikka qarshi turish uchun kuch topish. Endi Mufasa haqidagi hikoya yanada murakkablashdi va yanada kengroq miqyosga ega bo'ldi. Lekin u bir xil abadiy qadriyatlarga asoslanadi. Agar 1994-yildagi Qirol Sher asr hikoyasi Rob Minkoff tomonidan William Shakespearening mashhur Gamlet tragediyasining syujetini takrorlash sifatida o'ylab topilgan bo'lsa, 2024-yilga prequel bizga Injil hikoyalarini eslatadi. Sahroda sargardonlik, xiyonat, aka-ukalarning qasamyod qilishi va aka-ukalar o'rtasidagi qarama-qarshilik. Bu safargi hikoya xotira voqealaridan hozirgi kunga sakrashda davom etadi, ammo avvalgilari ko'proq ko'rsatiladi. Voqealar xronologiyasida Mufasa empatiya va tasavvurni rivojlantirish orqali shohning haqiqiy universal xarizmasiga ega bo'lib boradi. Scar esa marginallashib. Faqatgina bir jihat bor. Ijodkorlar Mufasaning bolalik xarakterini juda ideallashtirib yuborishgan. U hech qanday xato qilmaydi, qoidalarni buzmaydi, o'ta tarbiyali. Siz Simbani bolaligini eslaysizmi? U quvnoq, o'ziga ishongan, ba'zan hatto odobsiz sher bolasi edi. U ko'pincha o'z aybi bilan muammolarga duch kelardi. Scar, haqiqiy qirol kuch adolatda ekanini yaxshi anglaydi. Mufasaga o'xshaganlarning 100tasi meni tirnog'imga arzimaydi. O'zingni u bilan taqqoslashga haqqing yo'q. Filmda qasam bilan boshlangan do'stlik xiyonatga ham aylana olishi mumkinligiga ishora bor. Eng aniq xulosa esa bitta. Asosiysi kim bo'lib tug'ilganing emas, oxirida kimga aylanganing. Agar siz Qirol Sher franshizasining ashaddiy muxlisi bo'lsangiz va asl multfilmni ko'p marta tomosha qilgan bo'lsangiz va ehtimol 2009-yilgi remake'dan ham bahramand bo'lgan bo'lsangiz, unda Mufasa sizga bir qancha ajoyib lahzalarni taqdim etishi mumkin. Afsuski, bu daqiqalar soni shunchalik kichikki, ba'zida klassikalarni yana bir marta ko'rish eng yaxshi yechim bo'lib tuyulishi mumkin. Filmga bo'lgan muhabbatingiz asl uning nusxasiga qanchalik bog'langaningizga bog'liq bo'ladi. Agarda sizga Simba otasining hayoti qiziq bo'lsa, uning shoh bo'lish yo'lidagi sarguzashtlariga guvoh bo'lish uchun muhtasham spektaklni tomosha qiling. Mufasa yil yakunida chiqqan va farzandlaringiz hamda oilangiz bilan tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi animatsion film. Film so'ngida u podshoh bo'lishni istamaydi. Hammamiz tengmiz degan siyosiy ishora ham qiladi. Qiziq, savannaga demokratiya kelarmikin? Bu savolga javobni uni ko'rganingizda olasiz.
Sizga maslahatim, Mufassani smartfonda ko'rmang. Uning jozibasi kadrlarida go'zal kadrlarni kichik ekranda ko'rish esa uyat bo'ladi. U kuchli texnik infratuzilmaga va vizual estetikaga ega asar. Agarda siz avvalgi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, ITV platformasi orqali sifatli formatda tomosha qiling.